Saidmurod, ishimizni bitta tanishtirib bering. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun bitta fayzli xonadonimizga mebellarimizni olib kelib ustomonga qilib berdik. Bu ishimizni Namangan Kosonsoyga qo'yib berdik. Xo'p, razmerlarga kelsak, bu tomonimiz 3.40 ga, endi bu tomonimiz esa 4 metr tayyorlab berdik. Bu ishimizni yerdan balandligi 270 bo'ldi aka. Bu ishimizni bir payonli metrini 3 million 300 ming so'mdan tayyorlab, dastlabki ustomonga dizaynlari ichida chiqarib berdik. Bu ishimiz aka bonuslarni ko'rsataylik. Xo'p. Original toza 4.5 mo'kamiz, sushkamiz va bu tomonda g'alalangan plastmassamiz, mana qoshiq paddonlarimiz. Xo'p, tagiga podsetkalarimiz. Eng asosiy narsasi aka tepaga ko'rsatingda. Tepani gofranlarni akkuratni qilib NFTdan yopib berdik. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa 99 kodi bilan 431 0162 ga aloqaga chiqa olasizlar. Bitta ishda o'zingiz